بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alloh taolo tarovihi kechalarimizni muborak aylasin, toat va ibodatlarimizni Robbim ijobat qilsin. Oli Imron surasini tilovat qilyapmiz. Oli Imron surasi aytganimizdek, shariat islomiyaning, islom aqidasining bus-butunligini, uning eng go'zal mezonini, eng go'zal me'yorini, eng go'zal joylarini tarannum qiladi. Asli o'zi bu suraning sababi nuzuli quyidagicha bo'lgan. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina-i Munavvarada istiqomat qilib yurgan paytlarida, Madina-i Munavvarada sahoba-i kiromlarga dini islomni yeyotgan paytlarida Najrondan, Janubiy Saudiya Arabistonning, Arabiston yarim orolining janubidan Najron degan joydan Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomga elchilar keladi. Hazrati Payg'ambar alayhissalomga hijratning 5-yildan boshlab elchilar kela boshlaydi. Omul vufud deyiladi. Ba'zi qabilalar Payg'ambar alayhissalomga elchilarni yuborib, ularni islomga bo'lgan o'zlarining mavqiflarini, islomni ularga alohida tushuntirib berishlikni Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan so'raganlar. Mana shunday kelgan elchilardan Najron elchilari. Najrondan Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomning oldilariga 14 kishi keladi. Najron qabilasining eng mashhurlari, eng oliylari, eng bilimdonlari keladi. Najron qabilasi o'sha payt xristian diniga amal qilar edi. Xristian dinining eng peshvolari edi. Chunki yonlaridagi Afrika davlatlaridan Efiopiya davlati mustahkam xristian davlat edi. Bu Najron qabilasi o'sha Efiopiya davlatidan yordamlar qabul qilar va Efiopiya davlatiga o'zining tobeligini bildirar, Efiopiya davlatidan foydalanib turar edi. Ana shunda Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomning oldilariga kelgan Najronlik 14 nafar odam hammalari xristianlikning, nasroniylikning olimlaridan edilar. Ularning eng rahbarlaridan, eng kattalaridan Abu Horisa ibn Alqama, uning ukasi Karaz ibn Alqama va yana birlari Sayyid, yana birlari Abu Haysam degan odamlar. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomning oldilariga 3 kishi kirgan. Birinchilari Abu Karaz, birinchilari Abu Horisa bint ibn Alqama, ikkinchilari Sayyid, uchinchilari esa Oqib. Kelayotgan safarlarida Najrondan endi kelyaptilar. Abu Horisa Xachirda kelayotgandi. Yonida Karaz degan ukasi u ham Xachirda kelayotgandi. Birdaniga Abu Horisaning Xachiri toyilib ketdi, depindi. Abu Horisa Xachirdan yiqildi. Shunda ukasi Karaz ta'isa safar dedi. Qanday ham yomon bu safar. Bu odamning oldiga bormaymiz dedi. Bu odam bexayr odam bo'lsa kerak dedi. Ya'ni ular Payg'ambar alayhissalomning oldilariga boryaptilar. Akasi toyildi, ukasi shu gapni aytdi. Shunda chetga tortib Abu Horisa aytdiki: "Ey Karaz, o'ylab gapir. Bizlar bu oldiga borayotgan odam bexayr odam emas. Bizlar oldiga borayotgan odam aniq payg'ambar, hujjatli payg'ambar. Payg'ambar bo'lganda ham oxirat zamon payg'ambari, Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan elchi. Ey Karaz, bu gapni gapirma." Shunda ukasi Karaz aytdi: "Aka, agar vaziyat shundoq bo'lsa, uni oldiga borib nima qilamiz? Iymon keltiramiz, qo'yamiz, tamom. Iymon keltiramiz." Shunga akasi aytdiki: "Ey Karaz, ey ukam, men Najronning sayyidiman, xo'jayiniman. Najrondagi eng obro'lik, eng puldor, eng lavozimdor odam menman. Lekin bularning hammasi Efiopiyadagi xo'jayinning marhamati va silovi. Agar men hozir borib Muhammadga iymon keltirsam, u xo'jayinning g'azabiga uchrayman, moldan ham, mansabdan ham, obro'dan ham mosuvo bo'laman." Akasidan so'radi: "Haq bo'lsa, Muhammad alayhissalom boxayr odam bo'lsa, bu ahvol bo'lsa, nima qilasiz?" deganda, "Uka," dedi, "buncha narsadan kechib yorishga ko'zim qiymayapti" dedi.
Nima qilamiz? Borib gaplashamiz. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga keldilar. Aytganimizdek 3 kishi Hazrat Rasulullohning oldilariga kirdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan bahs va munozara qildilar. Bu bahs Oli Imron surasining deyarli 50 ta oyati shunga bag'ishlangan. 50 ta oyat. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Payg'ambar alayhissalom ularga e'tiqodni aytib berdilar, aqidani aytdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q, u tirik zot, abadiy zot, yakkay yagona tavhidni aytdilar. Ularning e'tiqodlari noto'g'ri ekanligini tushuntirdilar. Iso Allohning o'g'li bo'lsa, o'g'il otaga o'xshagan bo'ladi. Nima uchun bu oradagi farqlar katta? Iso Xudo bo'lsa, nima uchun Xudo foniy bo'ladi? Nima uchun Xudo muhtoj bo'ladi? Agar Xudo 3 taning bittasi bo'lsa, nima uchun Xudo 3 bo'lakdan iborat bir bo'laksiz qolsa nuqsonli bo'ladi? Bu 3 ta aytgan gaplaringiz ham xudolikka yaramaydi axir. Yagona Parvardigorga, yakka Xudoga, tavhidga kelinglar, e'tiqod qilaylik deb payg'ambar ularga aytdilar. Jabroil alayhissalom muttasil oyatlarni keltiraverdilar. Innad dina indallohil islom nuqtani qo'ydilar. Alloh nazdidagi haq din bu islomdir. Va man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min. Kimiki Allohga yaqin bo'lish uchun, oxiratda jannat topish uchun islomdan boshqa yo'ldan ketadigan bo'lsa, hargiz undan qabul qilinmaydi. Aslo u najot topmaydi degan oyatlarni payg'ambar alayhissalom aytdilar. U uchalasi bir-biriga qaradi. Sayyid bilan Abu Haysama olim edi. Oqib esa sohibi fikr, maslahat sohibi edi. Ikkalasi, ikki olim sohibi fikrga qaradi. Nima qilamiz dedi. Oqib nima dedi? Kuchli gaplarni gapirdi. Bizga gapirishga joy qolmadi. Bu odamga javob qaytarmaymiz. Lekin siz ikkalangiz ham yomon olimsiz. Mol va mulkka 2 so'm tangaga berilgan olimsiz. Bunga hozir javob qaytarmang. Ertaga yana bundan vaqt olamiz, ertaga kelamiz deb aytamiz. Uchchalari ham chiqdilar. Ertaga kelamiz dedilar. Borib mashvarat qildilar. Fakkara va qaddar. Dunyo shirin, lazzatlari undan go'zal, ko'zlarini qamashtiradi. Mansab, mol va dunyo nima qilsin? Haq turibdi, payg'ambar turibdi, vahiy turibdi, Jabroil turibdi. 2 dunyo saodat turibdi, lekin ko'zlarga shu dunyoning rohat va maishati ko'rindi xolos. Oqib dedilar. Erta bugun vaqtimiz keldi. Nima qilamiz? Boramizmi? Boramiz. Nima deymiz? Bizga muddat ber, muhlat ber. Qavmimiz bilan bir maslahatlashib kelaylik deb vaqt olamiz u shu bilan qaytamiz dedi. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga kirdilar. Shu gapni gapirdilar, shu gapni aytdilar va qaytamiz dedilar. Oqib shu yerda turib, "Ey Muhammad, lekin senga va'da beramizki, biz seni duoibat qilmaymiz" dedi. Duoibat qilmaymiz. Nasroniylarga shunaqa ba'zi millatlarga odat bor ekanki, agar qay odam ularni so'ziga kirmasa duoibat qilar ekan. Ana bunda endi mubohala oyati nozil bo'ldi. Qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallohi 'alal kadhibin. Mubohala degani payg'ambar alayhissalom aytlar, men haqman, qo'rqmayman. Chaqiring, bolamni qo'yaman, xotin bola chaqamni qo'yaman, o'zimni qo'yaman. Siz ham bolangizni, xotin bola chaqangizni qo'ying. Nima qilamiz? Kerak bo'lsa duoibat qilamiz. Kim nohaq bo'lsa o'shanga ursin, qo'rqmayman dedilar. U uchchalasi bundan qo'rqib ketdi. Tez bu yerdan qochmasak Xudoning g'azabi turgur, 2 dunyomiz quriydi dedi-yu, dunyomiz ham sho'riga sho'rva to'kiladi dedi-yu, qaytib Najron tomon yugurdi. Alloh taolo Oli Imron surasida mana shularni batafsil bayon qildi. Bu e'tiqodni batafsil bayon qildi. Islomning haq din ekanligini, to'g'ri din ekanligini, to'g'ri aqida ekanligini, bashariyatning yaxshilik sorboni ekanligini Alloh taolo o'zi bu yerda bayon qildi.
Alloh taolo kuch-quvvat bersin, xayr va baraka bersin. Hammamizni haq yo'ldan adashtirmasin. Mol va dunyoga, mansabga hech birimizni qul qilib qo'ymasin. Qora akamga Alloh kuch-quvvat bersin. Iloho Davudiy savtu ovozni Alloh taolo ziyoda aylasin. Amin va rabbul alamin.